Bu video cho'zilib ketmasligi uchun ikkiga bo'ldim. Mana xo'sh do'stlar, endi yer kesilgan qirg'oqlari bunaqasiga narsa qo'yib shunchaki kesib olsak bo'ldi, lekin bundan oldin test qilish kerak. Kesib olsak bo'ldi. Bundan oldin test qilish kerak. Bu ish qanaqa ish? Hozir biz bularni kesib olsak, orqasida ushlab turadigan narsa qolmaydi. O'sha hisobiga bu o'chakka o'xshab ezilib qoladi, orqasi qochib ketadi. Yoniga bu tarafiga bu tarafiga bir narsadan prokaratga berib olish kerak. Prokaratga bergandan keyin orqasini kesamiz. Hozir men o'sha videoni to'xtatib turaman. Xo'sh, do'stlar. Yoniga qo'yib oldik. Prokaratga qilib kamallikka o'xshab qiyishni bo'ladi. Mana orqalarini kesib olganimizdan keyin kamallikka o'xshab qiyish mumkin. O'shani oldini olish uchun mana bu yoniga narsa qilib oldik. Bundan olsa qolganini kesamiz.
Xo'sh. Ha, ko'rib turibsizlar, bir tarafga nisbatan sal ukloni bor. Sababi suv o'sha tomonga harakatlanishga suv uchun qulaylik bo'ladi bu. Ha, 9 hektar bu hozir mana oraliq bo'sh bo'lgan hisobiga egilib ketmasligi uchun ustiga mana buni qotirib qo'yganman. Hisorga qilib ana har bir oraliqqa. Mana qisqasi mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta kitob bor. Xo'sh, o't mana bu yerdan kiradi. Mana bu bo'sh yerda aylanadi. Mana shu yerda mana aylanib chiqib ketadi. Mana yerda bitta himoya qavati bo'ladi ichkarisida. Ichiga lis qo'yiladi. O'shaning hisobiga bu yerdan kirgan o't bu tomonga aylanib o'tmaydi. Bek bo'ladi tagigacha. Bu yerdan suv o't kiradi, mana shu issiqlik mana shu aylanib o'tadi. Nondagi 11-ondagi ilonga o'xshagan ilonga o'xshab aylanib yuradi. Aylanib mana oxiri chetdan chiqib ketadi mo'risdan. Mana yerda mo'ri bo'ladi. Mo'ri endi qo'yamiz. Mana shu yerda mo'ris bo'ladi. Xo'sh. Bu pechkaning ichki qavati. 9 ta kitobli. 9 ta kitobli. Bilmadim hech qayerda bormi, biror yerda yo'qmi? Ko'rasizlar mana konteynerda hechini qalinligi qalin. Xo'sh, xudo xolasa endi bugun kechib qoldi o'zi. Xudo xolasa ertaga buni kitoblarini tayyorlab o'rnatganimda, kitoblarni tayyorlab turganimda, svorka qilib turganimda bir video qilaman. Xudo xolasa keyin o'rnatib turganimda ham kitoblarni o'rnatib turganimda ham ko'rsataman. Keyin svorka qilib, xudo xolasa ichini bo'lgandan keyin suv quyib tekshiramiz. Buni bir orqa tarafidan kesmasdan ham kitob qo'ysa bo'lardi. Lekin uni unaqa qilmasam, mana bu yongan o't bor-ku. Mana shu kitob orqasida bunga svorka bo'lmasa, o't yongan o't bu tomondan ham ketaveradi, bu tomondan ketadi. Unda effekti yo'qolib ketadi. Ancha effekti yo'qolib ketadi. O'sha hisobiga kitob mana yerdan bunga svorka qilinadi. Bu oraliqqa bo'ladi. Mana bu yerdan o't mana shu yerdan kirib, bu tomondan aylanadi. Bu yerdan o'tishga xod bo'lmaydi. Shuning uchun bu tomonga yana qaytadi. Aylanib mana shu yerdan o't mana shu yerdan kirgan joydan to mana bu tepada chiqib ketguncha 2 metr 34 sm masofani bosib o'tadi. Agar ishonmaydiganlar bo'lsa, bir kalkulyatorga solinglar. Mana shu yerdan mana sentridan kirgan joydan mana sentrigacha 26 sm. 26 sm-da yana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Mana shu 9 taga ko'paytirsalar 26 santini. O'shanda kelib chiqadi. 2 metr 34 sant chiqdi. Agar mana bu kitob tagi bu yerda ham kitob bo'ladi-yu. Uni tagini ham hisoblasangiz, unda 2,5 metr bo'lib qoladi u. Chunki bu 26 santda ham. Unda 2,5 metr bo'lib qoladi. O'shani hisobiga kul osmonga o'ta kam miqdorda qo'shningizga ham, o'zingizga ham ozor bermaydigan darajada to'g'ri uchadi. Unchalik emas. Xo'sh. Issiqlik ushlab qolishi maksimal bo'ladi. Mo'risi bu yerda mana bu yerda zo'r o't yongan paytida mo'risini ushlab ko'rsangiz, ichidagi suv nech gradus bo'lsa, o'shandan 5, 10, 15 gradus ko'proq bo'lishi mumkin. Undan ko'payib ketmaydi. Endi mana bunisini bir 15-20 kun tozalamasangiz ichini, unda to'g'ri, unda ko'payadi. Xo'sh, xudo xolasa yana qanaqa yangilik bor? Bu hozircha shu. Mana bu joydan eshigini qo'yilib turganda bargilkani tekislab, pishirib, bunga biz o'sha kitoblarni nasalarni qo'yib, keyin oxirida qo'yamiz. Xo'sh. Endi svorkani o'rganishga, xudo xolasa, svorkani kim o'rgangingiz kelsa, o'ta oddiy, zo'r yo'li bor. Har qanday odam, har qanday uni patolochni o'zini vertikal, gorizontal patolochni yoki ugolochni deydi, ugol simon deydi. Nomi esimga kelmayapti. 4 xil svorka kuyish holati bor. Shu holatida ham xohlagan paytida zo'r kuyishni yo'lni o'rgangingiz kelgan odam shu kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa video qilib, syomka qilib sizlarga
sharhlab chiroyli qilib tushuntiraman. Uni ajratib olsalaring, onsagina svorka qilasizlar. Bu polavtomatda svorka qilishni olsa, unda ishlay bo'lmaydi. Avtomat oddiy dugovoy svorkada MMAda svorka qiyinroq, chunki uni shilak yashirib qo'yadi. Shuni bilinglarki, shilak bilan elektrod svorka qilyapti turgan, mana shu yerda svorka qilyapti turgan bo'lsak, shilakda rangi boshqacharoq bo'ladi. Ichida bir-biriga yopishib turgan temirda rangi boshqacharoq bo'ladi. O'sha rangini ajratib olsangiz, o'sha rangiga qarab svorka qilsangiz 205 bo'laveradi. Endi mana bu men xohlagan joyda, mana ko'chadagi ko'pchilik mana shu qishloq qo'ni qo'shni qishloqdagilar yaxshi biladi. Suv bo'lsa, menga o'xshagan suvli joy bo'lsa, uni shilagini urib, tushirib tekshiraman. Agar oddiy joylar bo'lsa, mana bu uzum ko'tarish, shunga o'xshash narsalar bo'lsa, men umuman shilagini xohmayman. Chunki u shilagida kuyib turgan jarayonning o'zida kuyilyaptimi, yo'qmi, aniq ko'rsa bo'ladigan holati bor. Shu ko'rishni o'rganmasang bo'ldi. O'shanga qarab kuyib ketaverasizlar. Bugungi xudo xolasa videomiz tugatamiz. Xudo xolasa mana pechkamizning holati tayyor bo'ladi. Mana 9 ta 10 ta turbani qo'yib olganman. Buni orasiga shu barmoq sig'maydi. Xudo xolasa ko'mirda uni tushib ketmaydi. Bu turbani stenkasi 4 mm. Bu o'ta qalin 5 chok turba. Buni ichida suv yurgani hisobiga bu yuvib ketmaydi. Xo'sh, mana bunaqalari. Yana bitta narsa, agar plazmarez yo'q odamlar bunaqa joyda svorkada suvini baland qilib teshib olsa ham bo'ladi. 10 dona teshiladigan joy xolos. Qolgani balgirkada kessa bo'ladi. Mana bu to'rtburchak bu shaklda to'rtburchak shaklda balgirkada kessa bo'ladi. Qiynalmasdan. Xudo xolasa endi qolgan videoni boshqa safar ertaga xudo xolasa davom ettiramiz. Hozircha sog' bo'linglar.